Okay, good part of the day fellas. Hammaga assalomu alaykum. Mr. Dilmurod. Sizlar bilan demak mana bugun birinchi videomiz vocabulary collocation temasida. Demak bu videoda men sizlarga collocation nimaligini, uni o'rganish bizga nima uchun kerakligini va collocation bilan biz qanaqa natija qilishimizni iloji boricha tushunarli odam tilida tushuntirib berishga harakat qilaman. Okay, qani boshladik. Like, comment hamda subscribe deb bosishni unutmanglar. Albatta keyingi videolarimiz ham siz uchun juda foydali bo'ladi. Agar siz IELTSga tayyorlanayotgan bo'lsangiz albatta. Okay, boshladik. Xo'p, ingliz tilini o'rganayotgan barcha odam collocationlarni o'rganishi shart. Nimaga? Sabablari juda ham ko'p. Birinchi eng asosiy sababi collocationlar bular natural way of saying things in English deb ataladi, ya'ni ingliz tilida gapirishning tabiiy yo'li. Ya'ni siz collocation bilan haqiqiy inglizlardek, ingliz janoblaridek gapirishingiz mumkin bo'ladi. For example, xato qilmoq degan so'zni do a mistake deb oddiy xato qilib aytmaysizda, make a mistake. Ya'ni to'g'ri collocationda aytishingiz mumkin. Yokida ta'sir qilmoq degan so'zini have an effect to demaysizda, to'g'ri, bexato shaklda have an effect on deyishni aynan collocation o'rganish orqali bilib olasiz. Demak, bilganingizdek, collocations deganda biz ikkita yoki uchta so'zni yoki undan ko'p so'z birikmalarini bir-biriga xuddi puzzle mos kelgandek mos kelishini nazarda tutamiz. Okay, misol uchun aynan mistake degan, xato degan so'z make bilan kelishi, make a mistake, xato qilmoq bo'lib kelishi, yokida ta'sir qilmoq so'zining on predlog bilan kelishi, affect on, have an effect on bo'lib kelishini aynan sizga collocations temasi tushuntirib beradi. O'zimizda o'zbek tiliga ahamiyat bersalar shunaqa so'zlar bor. Misol uchun biz sigaret chekmoq deymiz, lekin imzo chekmoq deymiz. To'g'rimi? Imzoni ham chekamiz. Demak, collocation. Vaqtini o'tkazmoq deymizda, keyin qanaqadir tadbir o'tkazmoq deymiz, umr o'tkazmoq ham deb ishlatamiz. Demak, o'tkazmoq fe'li mana shu so'zlar bilan collocate qilib keladi. Ingliz tilida ham xuddi shunaqa, faqat ingliz tilida collocation o'rganish uchun ozgina ko'p ter to'kishimiz kerak. Ikkinchi sabab collocation o'rganishdan sizni language darajangiz, ya'ni sizni vocabulary bankingizni xilma-xilligiga xizmat qiladi. Ya'ni siz har doim oddiy misol very deb ishlatmaysizda, uni o'rniga mos keladigan boshqa so'zlarni ishlaysiz. Ko'r-ko'rona very sinonimlarni o'rganib olmaysizda, aynan mos keladigan so'zlarni ko'rasiz. Misol uchun very cold, juda ham sovuq desak, ingliz tili collocationda bu bitterly cold bo'ladi. Yoki very dark, qop-qorong'u desak, bu ingliz tilida collocation variantda pitch dark bo'ladi. Okay? Shunda men har safar very deb o'zimni limited user emas, balki bittasida bitterly cold, bittasida pitch dark, bittasida ridiculously expensive deyish orqali demak o'zimni unlimited user ekanligimni ko'rsataman. Va albatta buni collocation o'rgatadi. Demak, collocation'ni o'rganishdan ikkita sababni ko'rdik. Ana endi uchinchi va eng asosiy menga yoqadigan sababi collocation o'rganish orqali siz nafaqat vocabulary levelingizni, balki o'zingizni idea bankingizni ham boyitib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz aynan collocationda o'rgangan birikmalaringizni tayyor holatda speaking yoki writingda ishlatasiz va bu sizga idea uchun sarflanadigan, idea o'ylab sarflanadigan vaqtingizni tejab qoladi. Idealar ham lekin chakka emas, zo'r chiqadi. Collocation o'rganish sizga qanaqa effekt beradi? Buni IELTSda examinerlar juda ham qadrlashadi va aynan speaking hamda writing band descriptorlarni vocab lexical resource qismini ko'rsanglar, 7 da band 7 da, ya'ni aynan 7 balda collocation ishlata oladi. Ayrim collocationlarni ishlatadi. Collocation xabardorligini salgina ko'rsatadigan joyi bor. Demak, siz collocation o'rganish orqali o'zingizni vocabularingizni writing hamda speakingda bemalol kamida 7 ga oshirishingiz mumkin ekan. Okay? Demak, collocation o'rganishga tayyor bo'lsangiz, kommentga tayyorman deb yozib qo'ying. Albatta, keyingi videolarda bir boshidan ko'ramiz collocation.